Assalomu alaykum qadrdonlar. 2026-yil 10-yanvar. Xudo xolasa qishda ham yarmiga keldik. Xudo xolasa adimi 1-2 oydan keyin sezonlarimiz boshlanadi. Ulgurib qolinglar. Buna holatda to'sinlar, strapilar, vassa topolmay qolasizlar. Narxlar ancha arzon. Aloqaga chiqilaveradi. Manzilimiz Farg'ona viloyat, Marg'ilon shahar, Kombinat Taxtabozor. 4 metrli bursimiz bor, 90 ming so'm. 4 metrli cho'qura strapilamiz 50 ming so'mdan. 40 ming so'mdan Murat bopi. 3 metrlilarimiz 30 ming so'm. 4,5 metrli to'sinimiz bor. 110 ming bilan 130 mingning o'rtasida baho aytilyapti. Kelishilgan holatda bor. Kelishinadi. Hali oxir narxlar aytilayotgani yo'q. Aloqaga chiqsalaring, gaplashaveramiz. Narx qimmat ekan demanglar. Aloqaga chiqsalaring, yo'ldag'li qilamiz. Bunaqa baquvvat to'sinlar xolasa yaxshi parvo qilib terilgan. Holatlar yaxshi. Bulardan hadini topolmay qolasizlar. Sezonlar boshlanib qolsa, buni holatda baquvvat to'sin kesilishi qiyinlashib qoladi. Hozir assortimentga kesib qo'yganmiz. 5 pashka to'sinimiz bor. Baquvvatligi holati zo'r. Buni narxini 200 ming deyapmiz, kami bor. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Bu tomonda quruq to'sinlarimiz bor. Endi abishning sotilayotgan to'sinimiz 150 ming so'm deyapmiz. 5 metrli, holatlar yaxshi. Buni ham kelinsa hamma yo'la cheklanmagan miqdorda bor. Vassa deysizmi? Vassani ham 2 xili bor. Mayda vassa bor, katta vassa bor. Vassalarni ham qatorlar 10 tadan qo'yilgan. Holatlar yaxshi. Bular 15 ming deyapmiz. Bular 11 ming so'm. 16 dan 17 talik qilib qo'yilgan. Holatlar zo'r. To'sinlarimiz 160 ming so'm deyapmiz. 5 metrligimizni. Bu tomonda cheklanmagan miqdorda vassalarimiz bor. Vassalarimiz ham donalari 10 tadan qo'yilgan. Hali 8 ta, 7 talik qo'yib qo'yilmagan. Holatlar yaxshi. Bu tomonda baquvvat 4 metrli to'sinlarimiz bor. 120 ming so'm bilan 150 ming so'mning o'rtasida. Assortimentga kesib qo'yganmiz buni ham. 5 to'sin olmasdan hammasini baquvvat qilib 4 to'sin olganmiz. Kaliforniyasi yo'q, hammasi ko'kteva. Bexzorat javob beramiz. Bitta Kaliforniya chiqmaydi. Vassalarimiz bor. Donalarni sanavlarsizlar. Eng kami 9 ta, bo'lmasa 10 tadan qilib qo'yilgan. 15 ming so'mdan. Bu tomonda 4,5 metr to'sinlarimiz 110 ming so'm, 130 ming so'm. Bu ham kesilgan holda. Kimga qanaqa narsa zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. TV mahsulotdan hamma yo'g'imiz bor. Cheklanmagan miqdorda. Do'laza 4 metrli to'sinlar, abishni sotilayotgan to'sin 70 ming so'm bilan 80 ming o'rtasida. Bu ham kelishilgan holda bo'ladi. Bu tomonda 5 metrli sarvoflarimiz bor. Ular endi xudo xolasa seshanba kuni yuklayveramiz. Bular sotilgan. Andijon viloyatiga beraveramiz. Vassamizni olib qo'yganmiz, vassaniga qo'shib beraveramiz. Keyin ba'di rekamiz bor. 4 metrli. Garbili yo'q. 4 ga 4 chiqqan. Holatlar yaxshi. Yangilik bu. Mana ko'rinadi. 4 ga 4, uzuni 4 metrli. Narxlari 5,5 ming so'm deyapmiz. 6 taliqli baylangan. Ichida bitta ham garbili yo'q. Javob beramiz. Mabodo olsangiz, jo'natavergan bo'lsa, ichidan garbil chiqib qolsa, pul o'rmasdan jo'nataverasiz. Qolaveradi o'sha. Rekasiga qolaveradi. Javob beramiz. Nima yo'q, undan javob deyapsan desalaring, mana orqa tomoni shu. Oldi qanaqa bo'lsa, orqa tomoni ham shuna holatda. Bitta 6 yo'lligimiz bor, bu 8 ming so'm. Bu ham 4 talik qilib baylangan, garbili yo'q. Xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. Ba'zi 4 metrli rekamiz bor, 4 ming so'm. 3 metrli 3,5 ming so'm. Bular endi strapilalar yonidan chiqqan. Bularda garbillar bor. O'sha hisobga puli yengan. Bu narsamizda yo'q. U bozor bo'yicha yo'q bu narsa. O'zi ham yo'q, narxi ham yo'q. Bu yangilik. Sasna qanaqa bo'lsa, bu ham o'sha narsa. Nomi tevay xolos. Sasna bilan qolishmaydi. Xudo xolasa kelinlar. Asosiy eshikdan o'ngga burilib, oxiriga kesalaring. Oxirgi yo'ldan chapga burilasizlar. O'ng tomonda shu navis biz joyimiz bo'ladi. O'ng tomonda joy ham biz joyimiz. Bu chap tomonda joy ham biz joyimiz. Ismim Murodjon. Aloqaga chiqaverasizlar.